Bu videoni ko'rgan har bir insonga ota-onasini, yaqinlarini umra safariga yuborish albatta nasib qilsin. Orzular orzuligicha qolmaydi deyshadi. Shu gap rost-da. Siz ham ota-onangizni anchadan beri umra safariga yubormoqchi bo'lib niyat qilib yuribsiz. Mana sizlarga zo'r imkoniyat. Rishtonda Yuksak Travel o'z ish faoliyatini boshladi. Rishtonimizda ochilgan Yuksak Travel jamoasi bilan hozir qisqacha suhbat olib boramiz. Qanaqa sharoitlar bor, qayerdan qayerga reyslar bor, narx-navolari qanaqa, o'shalar haqida bitta ma'lumot beramiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Hojdada hozirgi kunda qaysi oylarga reyslarimiz bor? Alhamdulillah, o'zingga hamd sanolar bo'lsin. Rishtonliklar uchun yo'llarni yaqinroq qilish maqsadida shu Rishton Yuksak Travel firmasining Rishton filiali ochilgan. Hozirda reyslarimiz to'g'ridan-to'g'ri Farg'onadan Madinaga 8-ga, 11-ga, 15-noyabrlarga joylar olinyapti. Xudo xolasa. Narxlarimiz 1050. Unga qo'shimcha 50 boshlarimiz borib birgalikda Madina, Makkalarda borib barcha amallarni bajarib kelishda birga bo'lishadi. Unga qo'shimcha kamzir, so'mka, ihrom, ayollarga ko'ylak, qaychilarda 5 litr zamzam suv, ziyoratga chiqariladi 50 boshlar birgalikda. Hammalari nazoratda. Maqsadimiz shu yengillik umraga borib kelganlarga sal yaqinroq bo'lsin qilish maqsadida Rishtonga ochildi. Bu joy Rishtonni qayerda deb so'rashlaring mumkin. Bu joy Rishton tumani markaziga ketish, Bog'doddan Rishton tomonga qarab ketish, Rishtonga ozgina 300 metr masofa qolganda ko'pchilik biladi. Milliy bankdan o'tgandan keyin Xalq bankiga yetmasdan chap tomonda Yuksak Travel. Barchalar endi shu yerda kutib qolamiz. Yaxshi niyatda ota-onasini haj safariga jo'nataman degan yaqinlarimizga yoki bo'lmasa shu videoga like bossangiz ham inshaalloh tez kunlarda ota-onangizni haj safarlariga olib borish nasib qilsin.